Assalomu alaykum. Kanalimda, YouTube'imda muxlislari, tomoshabinlari, bobo dehqonlarimiz. Bugungi temamiz mana kartoshkalar haqida bo'ladi. O'tgan safarga nimalarimni ham yozibsizlar ekan. Kommentariy yozgan, eng yaxshi kommentariy yozganlarni ham o'qib chiqyapman. Yozinglar kommentariyalaringni. Savol-javoblaring bo'lsa aytinglar. Lekin meniki shu tabiiy narsa, to'lka tabiiy bo'ladi. Lekin nimadan gektar nima yerda buncha dori sepasan, uncha nima qilasan deyolmayman. Men o'zimizni mana dehqon bir so'tlik, 3 so'tlik yer mana o'tgan safar ko'rgansizlar. Shuni mana 3-4 kun bugun cheslar. Bo'lmasam bugungi YouTube'imiz mavzusi kartoshka haqida bo'ladi. Bo'lmasam mana ketdik. O'rtoqlar, 5-mart kuni, aprel kuni, 5-aprel kuni suv qo'ygandim kartoshkaga, birinchi suvni. Suvdan keyingi holati mana endi bir bunday yurib chiqamizda bir ikkita o'tlar chiqib qoladi, yovvoyi o'tlar chiqib qolishi mumkin. Shularni yulib mana bu safar mana bu jo'yakka suvni qo'ydim, bunisiga qo'yganim yo'q o'rtoqlar. Keyingi safar nima yetilgan yo'q ekan, hozir yaxshi yetilgan yo'q ekan. Hali bitta yetilgandan keyin bir chov olamanda. Suvdan keyingi holati mana bugun 11-aprel. Mana o'zgarishni o'zlaring bilib turibsizlar mana. Bironta o't yo'q, yuraman deb ko'rib, bunday o't-o'tlarini qarab qo'yaman. Yovvoyi o'tlar bo'lsa, nima yulib qo'yamiz. Keyinlarga nimasi bor bo'lardi. Qo'ng'izlar bo'lib qolishi mumkin. Bundan bag'i havo isib qoldi, qo'ng'izlar ham keladi mehmondorchilikka endi. O'shalardan xushor olamiz o'rtoqlar. U jonivar isib havolar mana issiq. 3-4 kunda katta bitta o'shaning uchun bunday nima bo'lsa mana bu yerda bilinadi o'zi. Shunday mana suvni birinchi pushtaga qo'ydim, ikkinchisiga qo'yganim yo'q. Keyingi safar hozir yetilgan yo'q ekan unchalik. Yetilgandan keyin bir lapatkalab olaman-da, keyingi safar suvni bunisiga qo'yaman. Hozir mana bunga qo'yganman suvni, bunga qo'yganim yo'q. Mana bitta cheris qo'yilgan. Shunisiga ham e'tibor beringlar mana. O'rtoqlar, mana endi hozir isib qoldi havolar. Nima qilib qo'yasizlar? Mehmonlar kelib qolishi mumkin-da. Mana. Mana mehmon. Mana mehmonimiz. Har doim bular shay. Shuning uchun ertaga Xudo xolasa qo'ng'izga qarshi dorimiz bor, o'shani birinchi marta urib qo'yaman. Mana o'rtoqlar, fevralda 26sida ekkanman mana shu kartoshkani. Hammani sharoitga qarab ekiladi. Bir xillar nima erta, masalan, har bitta yerda bu mahallaning yeri boshqa, bu mahallaning yeri boshqa. 26-fevralda ekkanman shu kartoshkani. 26-fevralda ekkan bo'lsam, 5-aprelgacha sug'ormadim, to'lka chovib turaverdim. Shu qancha chovaversak, shuncha nima azot olaveradi. Keyin o'sha mana bugun 11-aprel bo'lgan bo'lsa, mana holatni o'zlaring ko'rib turibsizlar, mana holatini. 1-2 kundan keyin nima yetilgan yo'q ekan, yetilib qoladi. Nima qilaman, chopib qo'yaman. Yana 3-4 kun turadi keyin. 3-4 kun emas, 5-6 kun ham. Quyoshdan qancha nima azot olsa, shuncha yaxshi bo'ladi. Tezroq havo isimasdan turib hosildorlikni olishimiz kerakda. Havo isib ketgandan keyin kartoshkamiz o'rtoqlar maydalashib qoladi. Men unga qarab qo'ying. Shu ob-havomiz isiguncha tezlashtirib nima qilib olsak, olsak, Xudo xolasa hosildorlik yaxshi bo'ladi. Har yili ham shu. Savol-javoblaring bo'lsa kommentariyaga yozsalaring, javob beraman. Har qancha. Dehqonchasiga javob beraman. To'lka nima qilmaydi, professor nima emasman. Dehqonchilikda
Qo'limdan kelgan o'zim bilgan narsani gapiraman, boshqa narsani gapirmayman. Mana o'rtoqlar, yuqa qilib chopiq qilamiz. Bu o'sha azot nimani o'rniga, azotni o'rniga azot bo'ladi. Keyingi safar jo'yakni mana shu yerga ochaman-da, mana shunga olib turib suvni shunisiga beraman. Mana shu jo'yakka beraman suvni. Mana shunday qilib o'ldirib chiqsak, tanaga qancha tez issiqlik borsa, shuncha hosildorlik yaxshi bo'laveradi. Rivojlanish tezlashadi. Iloji boricha aynaga qilib chopib nima qilsak, shu bu mehnatimiz hali yoshlarda mehnat emas. Keksalar bo'lganda yetim-yetimda feziratgan o'rniga jismon. Mana o'rtoqlar, mana shu keksaygandan keyin o'zimizim yengil ishlayman. Hech qanaqa nima emas mana. Oddiy mana sekin. Birov shashtirgan yo'q, mana bir narsa bor. Mana sekin. Og'ir ish emas. Odam tanamiz qancha mehnat qilsa, shuncha qon yurishimiz yaxshi bo'lar ekan. Hamma joyda aytyapti. Yoshlar uchun sport, keksalar uchun yengil mehnat. Shunday qilib xalq, inson har doim harakatda bo'lsak, aytgan-u, harakat sendan, baraka berish mendan degan. Yotganimizdan Xudo tashagin deganimizdan tashamaydi. Harakat qilsak keyin tashaydi. Mana bandam harakat qilyapti. Nima qilay? Dehqonchilikka baraka beray deydi. O'shaning uchun o'rtoqlar, qancha mehnat bo'lsa shuncha yaxshi ish bo'laveradi. Shu kartoshkalikda uncha sirpir degan narsasi yo'q. Mana shu har yili mana 25-30 yildan beri ekaman mana shu yerda. Ammo 10 yilda urug'larni almashtirib turish kerak o'rtoqlar. Kamida 10 yil bitta urug'ni egaversak ham bo'lmaydi. Aqli ham bor-da. Shu agar kommentariy yozsalang, savol bersalang, o'qib chiqyapman hammasini. Podpisatsiya bo'lib qo'ysalang ham yana yaxshi. Nima bo'lsa chiqib aql o'rgatishmasi birovga, shu bor o'zim bilgan narsamni o'zimdan tajribamdan kelib boshimdan o'tgan nima holatda mehnatlarim haqida nima qilib beraman xolos. Haligi menimcha nima qilsang buncha kartoshka olasan, bir tonna olasan, buni nimasidan degan haligi shov-shuv anaqa narsa bo'lmaydi. Bizning xalqimiz shunaqa shov-shuvga berilib ketgan. Bitta nimadan buncha nima olyapti. Yo'q, bo'lmagan narsa, hamma narsaning me'yori bor. Me'yor. Endi o'rtoqlar, shov-shuvli nimalarni videolarni ko'rolmasdan hadeb o'zimizni menga o'xshagan shov-shuvsiz tabiiy narsalarni ham ko'ringlar. Bu yerda bir narsa bo'lib qolibdi desa, sarazi 1 minutda 100 ming, 10 ming, 15 ming shashib qolyapti podpischilar. Nima bola shov-shuv bo'ldi ekan deydi. Yo'q, ammo bu yerda o'rtoqlar lapatga mana bunday yer o'g'dasak, bunda qolamiz ekan desa, yana mehnatni deydiganlar ko'payib ketyapti shekilli menimcha. O'shaning uchun o'rtoqlar, vahima narsani ham sal nima chegarasi bor. Asabingiz buziladi. Ya'ni bunday otsangizki, shov-shuv hech qanaqa nima gap so'z yo'q. Deb qo'yaverasiz. Unda mana tabiiy mehnatni qilib, bobo dehqon olavering deb qo'ysangiz bo'ldi, boshqa hech narsa kerak emas sizlardan menga. Hurmatli o'rtoqlar, endi qaylashib ko'ramiz, qaylashaveramiz. Yana nimada keyingi safar ko'rishguncha salomat bo'linglar, mehnatdan charchamanglar, mehnatdan qochmanglar. Xolasalaring like bosinglar, like bosishimda mehnatdan bitta bossalaring qo'llaringga qon yurishadi o'rtoqlar.
Majburlanman lekin bossalaring bosinglar, bo'lmasam salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.